Boshlandi. Agar hali ham siz uyda o'tirgan bo'lsangiz, albatta hali kelishingizga vaqt bor. Hozircha mehmonlarimiz yig'ilish bilan, mazza qilib suhbat qurish bilan band. Tornadoni qirolichasi bilan bugun ko'rishib ketishga keldik. Egizagimni oldiga. Konsertni bugun yondirib beradilar, xudo xolasa. Mazza qilib konsert tomosha qilamiz. Tornado Food Cafe restoranimizni tug'ilgan kuni boshlandi. Bu yoqqa mehmonlarimiz yig'ilgan. Hozir Tornado Food haqida va bayramimiz haqida ularning fikrlarini so'rab ko'ramiz. Tornadoga kelganmisiz oldin? Ha, nevaralarni ko'proq olib kelaman Tornadoga. Rosa yoqadi. O'shanga bir yoshlarimizni tabriklaymiz. Bunaqa yoshlarning ko'pini ko'ringlar. Mijozlaringiz, farzandlar, nevaralarimiz ko'p bo'lsin. Ishlaringga omad. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ovqatlaring juda ham yaxshi. Mana shunaqa tashkillashtirganlaring uchun rahmat. Sizlarga ham 1 yillik bayramlaring bilan, bayramda endi katta bayram. Tabriklayman. Biz har doim oilaviy kelamiz. Bu yerda taomlari, masalan, mana blogerlari, ishchilari, rosa muomalali yaxshi. Biz hammaga taklif qilamiz. Tez-tez oilaviy kelib turamiz. Sizlarga ham katta rahmat. Taomlaring ham rosa ham yaxshi, bizga yoqadi. Rahmat kattakon. Yaxshi o'tiringlar, yana kelib turinglar. Rahmat. Chempionimiz Muhammad Azizdan ham intervyu olib ko'ramiz. Tornado Food yoqadimi sizga? Yoqadi. O'zi ko'rinishidan chiroyli, ovqatlari ham chiroyli. Rahmat. Qaysi ovqatlarimiz eng yoqqani sizga? Pizza. Pizza? Yaxshi, malades. Hozir bayramimiz yoqyaptimi? Yoqyapti. Rahmat kattakon. Kelganingiz uchun rahmat. Bizni Pop tumanimizning faxri hisoblanadi. Chempion Baxtiyorovlar desa, odam faxrlanadigan yigitlar bo'lishgan. Rahmat kattakon. Hop. Rahmat. Allohu akbar. Ilohim. Tornadoga kelinglar, Tornadoga obuna bo'linglar, podpiska bo'linglar, Tornadoga obuna bo'lish ishlaringlar chiqmasin.